Qalaysizlar, qalaysizlar. Bu meni yana bir kunlik vlogim. Buxoroda ertalabdan poliklinikaga kelsam, endokrinolog vrachim yo'q ekanlar. Va ularning назначенияларisiz analiz topshirib bilmadim. Shu uchun Buxoro savdo majmuasiga keldim. Bitta kofe olib, salonimga kelib, ozgina makiyaj qilib, sizlar bilan chaq-chaq qildim. Keyin uchinitsam keldilar, modellari keldilar. Ular bilan обучение qildim. Keyin meni klientim keldilar. Bitta klientimni tugatib, ikkinchi klientimni qoshchalarini qilib berdim, chiroyli qilib. Keyin obedga chiqdik. Bugun obedga osh ko'tarma bosh. Keyin qizlarjonlar, men Salom hayotga keldim. Chunki ura, наконец-то men kreditlarimni berdim. Endi men bemalol pullarimni yig'sam bo'ladi. Bu xabarlarni hammasini storiesimdagi qizlarjonlarim birinchi bo'lib biladilar. Xursandligimni nishonlash uchun o'zimga sok oldim. Keyin salonimga keldim. Bu yerda bitta klientkam bor edilar. U kishiga narashka qildim. Если что, men o'zim ham narashkaga klient olaman. Keyin qornim och qoldi va Aysha halal kelib, mana shunaqa mazza qilib issiqgina samsachalarni yedik. Syomkachalarimga keldim. Bugungi syomkamiz stomatologiyada bo'lib o'tdi. Keyin tezda uyga keldim, chunki bobomlar kelgan ekanlar mehmonlikka. Va shu bilan mana shunaqa sassiqchamiz bilan mazza qilib ovqatlanib, chaqchaqlashdik. Sen poka.